Assalomu alaykum. Vayniga ishga kirdim. 100 dollarga polni kiyinishim kerak. 100 dollarga qo'lni kiyinish? Ha? Yo'q, ko'p emasmi 100 dollar? Balki bir ikki so'mda qaytib beraman. Yaxshi bo'lardi. Obbo. Ha, bo'pti, kelingchi bir gap bo'lar. Sizga 100 dollarga mana shu narsalar beramiz. Qarang. Sapogimiz RNT original eng chidamli 270 ming so'm. Kipka 35 ming so'm. Beret komplekt 80 ming so'm. VDV original tenlashga 80 ming so'm. Multikan HB futbolka 40 ming so'm. Forma komplekt 220 ming so'm. Nakalennik 65 ming so'm. Panama 40 ming so'm. Belizga remen, kapalak sariq 40 ming so'm. Yozgi kuniga ochki 40 ming so'm. Udastrinelizga chexol 45 ming so'm. Qo'lingizga shingalka 45 ming so'm va futbolkani originali SD Multikan 85 ming so'm va fanat bu 120 ming so'm. Mana bonusiga pagonis, bonusiga ham bitta HB papog'im qo'shib beryapman. Bo'lsa sizga bo'lsin. Bir xalday savdoni bakalni ham bonus qilib beraman. Qalay aka, bo'ladimi? Bonusga nima qo'shib berasiz? Yanami? Yana? Obbo. Bonusiga mana kassinga ketdi sizga. Yana nima qo'shib berasiz bonusiga? Yo'q. Obbo. Aka, boring. Ro'zani kunda boring aka, boring keting. Mana 100 dollaringiz, aka. Mana 100 dollar oling keting. Boring aka. Boring.